Ba'zan insonga sayohat emas, balki ichidan qayta to'lishi kerak bo'ladi. Buning uchun Dubay maqsad, kuch va harakat. Abu Dabi esa sukunat, muvozanat va xotirjamlik uyg'otadi. Bu oddiy sayohat emas, bu psixolog bilan o'zingga qaytish yo'li. Qachon deysizmi? Aprel oyida. Men Zulfiya Nur 7 yillik tajribaga ega psixologman. Ushbu sayohat mobaynida siz o'zingizdagi barcha olib ketgan negativ energiyalarni o'sha yerda qoldirib, o'rniga maqsad, shijoat, tashabbus, kuch, pozitiv energiyalarga to'lib, umuman boshqa odam bo'lib qaytasiz. Men ham borsam bo'lmaydi. Albatta bo'ladi, chunki bu sayohat ham oilaviy, ham alohida sayohat qilishni istagan barcha sayohatchilarimiz uchun mo'ljallangan. Aytgancha, bonusli joyi, birinchi joyini bron qilgan 3 ta ishtirokchimiz uchun aynan men tomonimdan sayohatdan qaytganimizdan keyin onlayn bepul konsultatsiya taqdim etiladi. Ushbu sayohatga borishni xohlasangiz, hoziroq qo'ng'iroq qiling va o'z joyingizni band qiling. Joylar soni esa chegaralanmagan.